Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylashayotgan aziz vatandoshlar, hammanglarga fidoyi do'stlar, Ahmad Qashqaridan o'tliq salom, oliy ehtirom. Bugun diqqatingizga Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasining hozirgi ahvoli va mustaqillik yo'lida hamkorlashish va raqobatlashishningki to'plum va shaxslar orasidagi hamkorlik va raqobatning qandoq bo'lsa yaxshi bo'lganligi haqida qarindoshimiz Necmiddin Şerif Efendi'ninki bu sahada izlenişlerini diqqatingizga taqdim qilamiz. Bu partiyaning reyestrdan o'tgan qog'ozi o siyosiy partiyalarningki iqtisodiy kelishimiz uchun ayrim bir rasmiyat o'taydi ekanmiz. Partiyalarning qurilishi uncha ig'ir to'xtamadi, ammo dastlabda men partiyaning nomida bir NGO, bir NPO, ya'ni bir non-government organization, bir non-profit organization quray deb o'ylagan. Ammo dastlabda non-profit organization quraman deb izlanganda kellis qildim. NGO degan gap, non-government degan gap bo'lish bilan birlikda har qanday NGOning dastlabda boshlangandilar. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki asosi nizomnomasini hurmat qilishimiz kerak ekan, imzo qo'ygan. Voy bu nima gap deb buni talab qilib qoldi deb qarasam, uningda BDT a'zo davlatlarning ziminlikni hurmat qilish bu ikkinchi modda ekanda. Shundan NGO qurish niyatidan voz kechdim. Agar biz uni imzo qo'yib qolsak, keyin yo'limizga taqoq bo'ladigan bir ish ekan. Demak, har qanday agar u non-government organization deb qurilganli bo'lsa, u cho'qim boshqa davlatlarning ziminlikni hurmat qilishga va mangu siyosatga aralashmaslikqa, faqat kishilik huquq qatorliq sohalarda cheklanishga majbur bo'ladi degan gap. Non-government organization tizimlatmadim. Ammo partiyaning nomida bir non-profit organization, ya'ni bir foydalanmaydigan organdan bir tizimlatdik va partiyani Belgiyadagi siyosiy partiyalarni tizimlaydigan qoida bo'yicha bu xalqaro faoliyat olib borgan siyosiy partiya deb turib tizimlatdik. Ham Yevropadagi siyosiy partiyalarni tizimlaydigan Yevropadagi Republikan partiyalarning listasiga iltimosini sunib qo'ydik. Balkim keyingi haftalarda bizning hisobotimizda bir qatim o'zgarish bo'lgandan keyin o'zgarish bo'lgan qog'ozni olib borib bojxonaga olib bordik ekanmiz. Ular bir boj isboti chiqardi ekan, shu boj nomeri bilan 30 so'mga kirib ketamiz. Shundan demak, hozir partiyamizning barliq rasmiyati bitdi. Mana bu organizasiya, ya'ni bir foydalanmaydigan shu Belgiyadagi partiyalarni tizimga oladigan yo'l registr degan registr qog'oz. Partiya va boshqa har qanday bir tijorat organlari ham shu registrdan chiqim o'tkazdi ekan. Shu registrdan o'tgan bu partiyaning tizimlariga o'tgan hisoblanadi. Üst tarafta ve alt tarafta maşı oturda partiyanın ısında mouse'una gelsiniz. Çislanın astıda. Ma isim demsiz? Üsttekisi partiyanın numara. Numara. Register numara. Register numara. Tamam. Yani partiyaga aloqador yangilik uchirdim biz bu kunda shabda. Xo'sh, keyingi bekatdan o'taydimi? Boshqa agar qo'shimcha bo'lmasa? Yo'q, keyingi bekatga o'taylik. Bu yerdan bir masalan NGO masalasida deyilib qoldi. NGO deganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qo'l qo'ygan narsalarga qo'l qo'yish sharti bilan bo'lamdi ekan. Men hozir sizga zarur bo'lsa yo'llab bersam bo'ladi. Bunu bir qayta ta'kidlab qo'yishimizda qarindoshlarimizdan bir shamidi bo'lib qolsin. Bundan keyin masalan bir tashkilot yapayım bo'lsa, qisqartirilgan shaklda bu tashkilotning qurilmasi qaysi nimaga asosan qurilgan, NGO mi yoki UBO mi? Ya bu UBO degan shu Belgiyada ishlatilgan. Ma'lumki ismi nima bo'ldi? NGO degandek yerdagi ismi. Ya NGO'ning bu political party bu. Political party. Okay. Karakter. Tamam. Undaqda keyingi bet o'tdik. Biz oldingi qatim mustaqil bo'lsak, hammasi bo'lib hal bo'lib ketadigan, ammo mustaqil bo'lishdan burunmi tashlab qo'yilmaydigan bir qism masala haqida to'xtaldik. Ya'ni Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning vatandan ayrilgandan keyingi musofirlik, ko'chmanlik va shu davlatga salohiyat masalasi, asosiy ve oliy ma'rif, tarbiyalanish ve kişilik taraqqiyot masalasi, ishsizlik, turalg'u ve yerlik ijtimoiy bexatarlik masalasi, iqtisodiy gullanish, egalik tiklash masalasi, o'z surishchiq jamiyatga sinishish, o'zlikni saqlash, madaniyat tarqatish masalasi, keyingi avlod madaniyat o'zgarishchilik masalasi, ruhiy besim, bilinish, ittifoqsizlik masalasi ham har xil psixikalik masalalar.
siyosiy tajribasizlik va pedagoglarning ust bo'lishi qatorliq bir qator shu diasporadagi real masalalar haqida to'xtalgandik. Bu masalalarni qanday hal qilamiz? Biz bu masalalarni hal qilmay qutulmayotganmiz. Vatan mustaqil bo'lsa, butun hal bo'ladi, ammo vatan mustaqil bo'lishdan burun biz bu masalalardan saqlanmaymiz hamda. Vatan mustaqil bo'lishdan burun aşmay o'ltag'ilmaydi. Şunu bu qarindoshlarimizni xizmat qilish orqali siyosiy partiyaning ommaviy asosini kuchaytirishni o'zimizning nishonlaridan biri deb qargandik. Keyingi bet ko'rsak, men bizning siyosiy yo'limizdagi masalalarning ichidagi ig'ir masalalarni bir necha turga yig'inchoqlagan. Buning birisi eng muhimi siyosiy faoliyat bilan umumiy xalqning ayirib etilishi. Ya'ni umumiy xalq siyosatni siyosatchilar qilyotidi deb o'ylab, shundan xotirjam bo'lib, siyosatdan bexaram bo'lib, o'zining savod chiqarish va yoki madaniyatini qo'g'dash va yoki o'zining boshqa jihatdagi ijtimoiy faoliyatlarini va yoki aydijalda bir qiyinchilik bolaga yordam qilib qo'ygan masalalarni shu vatanning mustaqilligi qilinayotgan xizmat deb tushunib qilib menayotgan bir ahvol. Ya'ni siyosiy sahna bilan umumiy xalqning ayirib etilishi bizning nihoyat ig'ir bir masalamizdir. Chunki vatanning mustaqilligi butkul xalqning safarbarlik kelishi bilan amalga oshadigan bir ish. Buni jiq ta'kidladik. Men ta'kidlagan yana bir masala bizning siyosiy tashkilotlarimiz bilan ijtimoiy tashkilotlarning o'zaro garmoniylik bog'lanmasligi va tashkilotlarimizning funksiyasini aniq qilmasligi. Bizning joy-joylarda tashkilotlarimiz bor. Ammo bu tashkilotlarning ismining qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu tashkilotlar siyosiy tashkilotmi yoki ijtimoiy tashkilotmi o'zining funksiyasi aniq bekitilgan emas. Ular o'zini siyosiy tashkilot deyishidi, ammo qilayotgan ishi ijtimoiy tashkilotlarning ishiga o'xshaydi va yoki ba'zi ijtimoiy tashkilotlar deb o'ylaydi o'zini, ammo ularning qilayotgan ba'zi xizmatlari siyosiy taqishidi. Bu ikkisini ishlashgani to'g'ri, garmonik bog'langan to'g'ri, ammo funksiya va rolni yaxshi taqsim qilib olganda menimcha masalalarni texnik yaxshi hal qilib bo'ldi deb qarayman. Ya'ni kasblar ayirib etilgan vaqtda va kasblarning o'rtada xuddi bir ishtiqchaqsimon bir-birini ilgi suradigan va bir-birining mas'uliyati doirasi aniq bo'lgan bir holat o'tirib qo'yilganda texnik ishlar yaxshi bir natija qozonadi deb qarayman. Üçüncü bir meselemiz bizning xalqninki intizom, tashkillanish, ya'ni tashkiliy ong va aktivligimizning tuvan bo'lishi. Yani bizde uzun mezgillik dövletsizlik tüpeyle bizde bir teşkilsizlik var. Teşkilleriniz hakilediğen, bir adam başkası hakilediğen, ben sana boysunamtım deydiğen bir umumiyüzlük an var. Şunu olan bir adam işini kılayla da bir fikrini oturup koysa kegende görüngen bilen, ama onun da mecburiyet oturup çıkan vakitte veya onun intizamlık boysunuz talep kılıngan vakitte halk onu kıblık kılmaydiğen bir an olgan diken, nurgun kerindaşlarımız ben yanında durup yardımda tuturay. Ben partiye kirdim ben partiye kirip bakmap diken ben. Bir adam başqa olsa men kınanmayman. Vaysini başqurgan yo'q desek, unuma yaqdat zade bir tashkiliy sistema kelishdan qo'rqadigan va tashkillanishning muhimligini rad qiladigan. Anadan keyin hech qanday aktivlik ko'rsatmay turibmi, bir masalalarning yuz berishini umid qiladigan bir ahvol bor. Bu ahvolmi bizning ig'ir masalalarimizdan biri deb qarayman. Ondan xalq asosidagi demokratik bir o'rtaq siyosiy munbarning bo'lmasi. Masalan, shu tapda vatandan o't yurakdan birisi chiqsa, u darhol kirib o'zining rolini joriy qildira oladigan bir siyosiy munbar va yoki xalqimizning ichidan bir nechalar uyg'onib, biz bir ish qilaylikchi vatanimizning mustaqilligi uchun deb qolsa, uni qo'yniga ola oladigan bir demokratik o'rtaq siyosiy munbar yo'q. Ondan yana bir muhim masala mustaqillik kurashimiz uchun zarur iqtisodiy manbaning turg'izilmasligi. Mushqatim nihoyat aniq bo'lyapti bu masala. Hatto chet ellik muxbirlar biz uchun ishlaymiz deyotganlarmi? Bizning ishlarimiz uchun o'zining yandan pul chiqarishdan boshqa bir fond chaqirish majbur bo'lyapti-da. Facebookning batini ko'ryapmiz. Men bundaq bir tashviqot varaq bostirmoqchidan bunun $10,000 nihoyat az ba'zi pullarda. Bu shuningga bir pul yoniq qolib olmadi desa, 10-20dan bo'lib necha kunda hatto necha oyda to'shmayotgan bu xil ahvollarni ko'ryapmiz. Amaliyotda bizdek chet ellarda necha yuz ming pul bir millat uchun undaq bir zarur siyosiy qadamlar uchun albatta bizning o'zimizning bir iqtisodiy manbasi bo'lish kerak edi. Biz mushu masalalarning hammasida bir iqtisodiy kuchning bo'lish kerakligini, ya'ni mustaqillik kurashimiz uchun zarur bir ma'naviy qurilish olib berishdan burun bizning bir iqtisodiy manbaimizning bo'lishi, intizom tashkilotini turg'izish va siyosiy ijtimoiy tashkilotlarning bog'lanishini ishga oshirish, umumiy xalqni siyosiy sahnaga safarbar qilish uchun bizda bir iqtisodiy manbaning bo'lishi zaruriyatini his qildik hamda. Keyingi vatga. Mana 4-chisidagi o'rtaq siyosiy munbar degani biroz sharhlash mumkinmi? Masalan, hozir qadar hech yo'qmi yoki masalan, Tibetlarning sürgün hukumati odatda o'zini ko'p hollarda sürgün hukumat deb atamaydi. Chunki sürgün hukumat desa, ularni hukumat sifatida qabul qilish to'g'ri kelib qoladi. O chaqda ba'zi masalalarda ular uchrashamaydi boshqalar bilan. Shuning bilan ular o'zini ataganda Tibet Central Administration deb ataydi shu. Ya'ni Tibet markaziy ovozi degan ma'noda yoki
Merkezi organi, Tibetlerning merkez vakillik organi degan ma'noda ishlatildi. Endi men demoqchi, masalan, bu xalqaro ovozni anglatadigan xalqaro sistemalarga, xalqaro axborotlarga ovoz beradigan mezgilda biz oldingi ikkinchi qatimlik siyadim dedik. O'xshamagan tashkilotlardan o'xshamagan ovozlar chiqayotgan, bizga vakillik qiladigan o'rtaq bir siyosiy minbar bo'lmagan va yoki har qanday vaqtda xalqni safarbar qila oladigan va xalqning qatnashishiga echib etilgan bundaq bir demokratik o'rtaq siyosiy minbarning bo'lmasligini ko'z tutyapmiz. Aman bo'linglar, sizlarni Janob Alloh topshirayli. Aldığımız günlerdeki baş programda görüşürüz.